Azizlar, isloh uchun yolg'on gapirsak bo'ladi. Faqat 3 ta joyda yolg'onga ruxsat bor. Jangda rost shart emas. Jangda ruxsat. Dushman tarafni aldashga ruxsat. Ikkinchisi, eri xotinni o'rtasini isloh qilish uchun yolg'on gapirishingizga ruxsat. Uchinchisi, ikkita musulmonni orasini isloh qilish uchun yolg'on gapirishga ruxsat. Boshqa paytda yolg'onga ruxsat yo'q azizlar. Internetdagi aldovlar, makr hiylalarni aytmaysizmi? Men bir jumada aytib o'tdim. İnternetda rahim berdi domla deb yozsanglar, Instagramda mani suratim bilan chiqadi, o'shani hammasi firibgarlar shular. Kanal ochishib, meni nomim bilan mani suratimni qo'yib, kasalni qo'yib pul so'rashyapti. Mabodo shunaqa mani suratimlik kanalimga a'zo bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Bizning suratimiz, kanalimiz mana orqamizda turibdi. Suratsiz chiqadi. Yaqinda buni gapini aytishim, Oquydan bir do'stimiz qoraka pul tashavordim dedi. Nimaga dedi? Kasal qo'yibsiz-ku dedi. Qancha tashadingiz desam 1 million tashadim dedi. Pulimni oluvdim bir joydan deydi, xursand bo'lib turdim, tashavordim qoraka. Keyin tushuntirdim. Afsuslanib qoldim. Firibgarlar. Mana internetdagi bitta firibgarlik. Shular ham endi bu qanaqa odamlar ekan shular endi? Birovning nomidan mani suratimni qo'yib, mani nomim bilan kanal ochib, kasal qo'yib, pul so'rab, mana shunaqa ishlarni qilishyapti. Endi bizni taniganlar shu domla qo'ygan bo'lsa kerak deb tashashadi. Shu firibgarlik bilan pul topishyapti.